Hozir sizlarga 3 ta mahsulot ko'rsataman, uchinchisiga siz ham qiziqib qolasiz. Birinchi mahsulotimiz Memory Cheese, ya'ni eslab qolishga juda katta yordam beradi. Siz bilan birga ochib ko'ramiz. Komplektida o'zini taxtachalari va doskasi chiqadi, ya'ni uni ko'rsataman. Bunga tiqikonni eslab qolganim yo'q. Mana zarigi bo'ladi. Zariga tashaladi, sizning oq rang chiqdi, ya'ni oq rang qaysidirida? Oliy qizil. Qayta qo'yiladi, yana tashaladi. Ko'k chiqdi, ya'ni ko'k qaysida? Uni oq chiqadi. Boya agar shuni topganimizda keyingi bosqichga o'tib yutaylik. Xullas, ikki kishi o'ynaladi. Kim ko'proq topsa, o'sha yutadi. Qisqa qilib aytganda. Ikkinchi mahsulotimiz o'yin orqali yo'l harakati qoidalarini o'rganish. Buni ham ochib ko'ramiz. O'zining ichida kartonli mozaikasi chiqadi. Ham mozaika puli o'ynaydi, ham bu tarafida taxtadan yasalgan har xil yo'l harakati qoidalariga, svetoforlari, mashinalari chiqadi. Shnurovka orqali ishlatsang bo'ladi. Bunlarga petarni juda yaxshi tushunadi. Va jumanji qilib o'ynasang bo'ladi. Bizning tilda jumanji deylar, mashina qilib o'ynasang bo'ladi. Mana o'zini zariklarini chiqadi. Bemalol 7 yoshdan 70 yoshgacha o'ynasa bo'ladi. Uchinchi mahsulotimiz esa ajoyib bo'lgan legolar to'plami. Birinchisida farzandlarimiz hayvonlarni o'rgansalar bo'ladi, ya'ni legolar orqali terib hayvonlarni o'rgansalar bo'ladi. Ikkinchisida qo'noq yo'laklari, attraksionlari bor. Buni kattalardan kichkinalar ham bemalol o'ynasa bo'ladi. Xullas, do'konimizga tashrif buyurib, chegirma orqali bizdan xarid qilishingiz mumkin. Solih Hamtoyev, kelajakka qadamma-qadam.